Assalomu alaykum barcha ustozlarga. Bugun yana men 35-maktab o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Haftaning har hafta chorshanba kunlari Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2024-yil 7-avgustdagi umum ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun kasbiy rivojlanish kuni hamda kasbiy rivojlanish soatlarini tadbirlarini bosqichma-bosqich amalda oshirish 246-sonli buyrug'i bugun amalda. Hozir tabiiy fan ustozlarimiz jadallik bilan har doimgidek o'zgacha tayyorgarlik ko'rib bugun kasbiy rivojlanish soatini o'tkazmoqdalar. Ketdik, ularni hozir kuzatamiz. Sizda-chi? Sizda qanday? Kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizni har biringizning fikringiz biz uchun muhim. Xullas, tajriba almashamiz. Tabiiy fan ustozlarimizni har doimgidek tayyorgarliklarini ularni kuzatib boramiz. Soatida kun mavzusi so'rovga asoslangan ta'limda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish. Bugungi maqsadimiz so'rovnomasi. Demak, bu degani bilaman. So'rovga asoslangan ta'lim deganda nimani tushunasiz? Ikkinchisi, bilishni xohlayman. Tadqiqotchilik ko'nikmalari haqida nimalarni bilishni xohlaysiz? Bilib oldimda kasbiy rivojlanish soati yakunida nimalarni bilib oldingiz kabi tushunchalar. Faraz qilamiz, quyoshni ochiq havoda qoldirilsa, undagi suv bug'lanib ketadi. O'sha qaysi moddaning ishqoriylik darajasini ko'rishimiz mumkin. Mana masalan, so'lak, og'izdagi so'lakni ishqoriylik darajasini aniqlamoqchimiz. Ana bu kislotalik miqdorini aniqlaydi. Mana kislota. Demak, ikki xil darajada kislotali muhit bor ekan, asosiy muhit shunaqami? Demak, bunda pH darajasi, ishqoriylik darajasini aniqlash kerak. Demak, biz so'lakning ishqoriylik darajasini aniqlash uchun suv solamiz. Demak, ishqoriylik darajasi 7.23. Qaysi muhitga kiradi? Rivojlantirish mavzusidan kelib chiqib, amaliy tarzda mana hozir o'sha ishqoriylik kislotali muhitlarga to'liq biz sizga kimyo faniga taalluqli bo'lgan tajribalarni ko'rsatib beramiz. Albatta tabiiy fanlar, biologiya, fizika, kimyo fanlari o'zaro bir-biriga bog'liq. Biologiya odam anatomiyasi va salomatlik fanida ovqat hazm qilish organlari yoki boshqa organlarni muhitini aniqlashda mana shunday kimyo faniga bog'liq tajribalar asosida mana bu universal indikator orqali demak muhitlarni. Demak, bu kislotali muhit hozir bu yerda ko'rdik. Agar pH normal neytral holatda 7 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 7 dan kichik qiymatlarda ko'rsatilsa kislotali muhit bo'ladi. 7 dan yuqori sondagi qiymatlarni ko'rsatadigan bo'lsak, ishqoriy muhit bo'ladi. Masalan, oshqozonda tvari kislota kislotali muhit, qonda ishqoriy muhit, so'lakda ham ishqoriy muhit. Buyrakda kislotali muhit va shular asosida shunday tajribalar amaliy tarzda ko'rsatsak yaxshi bo'ladi. Edugeris dasturi asosida biologiya darslarida mana shunday qiziqarli o'yinlarni tashkil etishimiz mumkin. Bunda o'quvchidan topqirlik, tezkorlik talab etiladi. Ma'lum vaqt davomida ikki jamoa